O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan barcha sohalarda bo'lgani kabi paxtachilik sohasida ham katta islohotlar ketmoqda. Buni yaqqol misoli sifatida mana o'sha qishloq xo'jaligi sohasida faqatgina oxirgi yillarda 12 ta prezident farmonlari va 30 dan oshiq demak prezident qarorlari qabul qilinganligi buni isboti deb qarash mumkin bo'ladi. Eng asosiysi hurmatli yurtboshimiz tomonidan paxtachilikda klaster tizimini joriy qilish orqali, ya'ni mahsulotni yetishtirishdan to tayyor mahsulotgacha bo'lgan to'liq zanjirini hosil qilish, paydo qilish orqali demak ishni tashkil qilish borasida katta islohotlar boshlab berildi va natijada bundan 10 yillar oldin O'zbekiston paxtani eksport qilayotgan, tolasini eksport qiladigan davlatlar qatorida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda kelib 100% demak tola o'zimizda qayta ishlanadigan bo'ldi. Bundan tashqari o'sha tayyor mahsulotlargacha bo'lgan qo'shimcha zanjir paydo bo'lib, bu nafaqat o'sha qo'shimcha daromad, balki qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishga ham olib keldi. Paxtachilikda hozir hammamiz yaxshi bilamiz, keyingi yillarda global iqlim o'zgarishi sharoitida demak biz ko'pchilik davlatlar qatori O'zbekistonda ham demak suv tanqisligi, to'proq sho'rlanishi, yuqori harorat kabi hamda kasallik va zararkunandalarning yangi agressiv populyatsiyalar va irqlari paydo bo'lishi natijasida demak hosilga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun hozirgi kunda birinchi navbatda mana shu global iqlim o'zgarishi sharoitida yetishtirishga mos bo'lgan navlarni tanlash va ma'lum bir hududlarni to'proq iqlim sharoitidan kelib chiqib o'sha ularni to'g'ri joylashtirish eng asosiylaridan biri demak mana shu stress omillariga chidamli bo'lgan navlarni sifatli urug'liklarini tayyorlash va ularni optimal muddatlarda ekish orqali demak yuqori hosil yetishtirishga e'tibor qaratish talab etiladi. Keyingi 2 yildagi tajriba mana 2024-yilda hurmatli prezidentimiz tomonidan maxsus qaror bilan demak prezident qarori 291 asosida istisno tariqasida xorijiy g'o'za navlarini respublikaning turli ko'plab sharoitlarida sinab ko'rish, shu bilan bir vaqtning o'zida demak xorijiy texnologiya, ilg'or texnologiya, xususan mana Shinjon texnologiyasi deymiz, qo'shqator usulida tomchilatib sug'orish, plyonka ostiga ekish orqali ko'chat sonini ko'paytirish, ya'ni 1 gektarda 220-240 ming gektar ko'chatni joylashtirish, bu qo'shqator usulda va yakka qatorda 170-180 minggacha demak ko'chat qalinligida 76 sxemada ekish orqali demak hosillarni oshirish borasida demak texnologiyalar joriy qilindi. Bu bir. Ikkinchisi, boyaga aytganimdek, xorijiy navlar, g'o'za navlari introduksiya qilindi va keng ishlab chiqarish sinovlaridan o'tkazilib, mana 2025-yilgi hosil natijalari bo'yicha o'sha ko'sak qurti va glifosat gerbitsidiga chidamli g'o'za navlari ekilgan. Qolaversa, nafaqat bu xorijiy navlar, balki mahalliy navlarda ham mana bu Shinjon texnologiyasi qo'llanilgan paxta maydonlarida demak yuqori hosil olishga erishilganligi ham bu bir ikkinchi bir hozirgi zamonaviy demak tendensiya deymizmi, texnologiya deymizmi, texnologiyaning samaradorligi deyish mumkin. Prezidentimizning demak 391 qarorlar qabul qilindi. Bu o'sha ushbu qaror bilan yuqorida ta'kidlaganimdek nafaqat xorijiy navlar, balki mahalliy navlar seleksiyasi, ularning urug'chiligiga ham alohida e'tibor qaratildi. Bular qatorida nima? Birinchi navbatda mana shu aytilgan global iqlim o'zgarishi sharoitiga mos bo'lgan g'o'za navlar seleksiyasini rivojlantirish, qolaversa ularning urug'chiligini rivojlantirish, bunda asosiy e'tiborni navning genetik tozaligiga, barqarorligiga amal qilish, qolaversa o'sha g'o'za navlar urug'chilik maydonlarida alohida joylashtirish masalalari, mana o'sha nav tozaligini ishlab chiqarish jarayonida yuqori darajada saqlab qolish maqsadida demak o'sha alohida konturlarda urug'chilik xo'jaliklarida joylashtirish masalasi. Qolaversa mana oxirgi yillarda e-urug' elektron platforma orqali demak ilgarigi qog'ozbozlik tizimidan voz kechilib, demak elektron platforma orqali demak urug'chilikka tender hujjatlarini topshirishadi va urug'lik yetishtiradigan fermerlar demak bunaqa imkoniyatga ega bo'lishadi. Yuqori avlodli, navdorligi yuqori bo'lgan original urug'larning elita va reproduksiyali urug'larni yetishtirish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari urug'larni qayta ishlash tizimi ham takomillashtirildi. Demak, urug'ni qayta tayyorlash sohasini modernizatsiyasi bilan bir vaqtning o'zida urug' sifatini oshirishga ham erishildi. Boshimiz tomonidan paxtakorlarimizga, tavsiyalarimizga shunday imkoniyat berildiki, navni tanlash, nafaqat mahalliy navlar ichida, balki xorijiy navlar, xususan mana o'sha 391 sonli qaror asosida demak xorijiy paxtachilik rivojlangan davlatlardan, xususan Xitoy Xalq Respublikasidan, Hindiston, Turkiya, Amerika Qo'shma Shtatlar, Ispaniya kabi davlatlardan demak xorijiy navlar va duragaylar urug'lari keltirilib, respublikamizda katta maydonlarda sinovlardan o'tkazildi va ishlab chiqarishga joriy etildi. Ularning orasida alohida men ta'kidlab o'tmoqchi edim, mana shu boshqa navlardan bir qatorda Xinjiang Hangtai Seed Industry kompaniyasi tomonidan
demak qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi va uning tizimidagi demak paxta seleksiyasi va urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti bilan ilmiy amaliy hamkorlik shartnomalari tuzildi va bunga asosan ushbu kompaniyani rahbari, mutaxassislari ishtirokida demak hamkorlikda demak birinchidan o'sha kompaniyani navlarini respublikaning turli tuproq sharoitlarida demak hozirgi ilg'or texnologiyalar asosida sinovini tashkil qilish, ikkinchidan ularni urug'chiligini yo'lga qo'yish. Qolaversa ushbu kompaniya bilan hamkorlikda yangi mahalliy sharoitga moslashgan hamkorlikdagi g'o'za navlari seleksiyasi, yangi navlarni yaratish bo'yicha demak hamkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Buni birgina misoli o'tgan yillar davomida demak institutning o'sha Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida ushbu kompaniya tomonidan taqdim qilingan Xankay 606, Xankay 651, Xankay 652 va boshqa bir qator navlarni demak suvga bo'lgan talab, o'g'itlarga bo'lgan talab, ko'chat qalinligi, tuproq iqlim sharoitiga bo'lgan talablari bo'yicha demak sinovlar o'tkazildi. Va dastlabki natijalar juda quvonarli bo'ldi. Birgina o'sha Xankay 606 va 651 navlaridan ushbu sinovlar natijasida demak mahalliy navlar bilan birgalikda sinab o'rganilganda ularga nisbatan 3-5 sentrgacha yuqori yoki amaliy hosildorligi 62-65 sentrgacha bo'lganligini aniqladik. Ya'ni bu o'sha cheklangan dala nam sig'imi 70-75-65 tartibda o'sha azotli, fosforli kaliylarni, o'g'itlarni qabul qilingan me'yorlarda berilganligida hamda o'sha qo'shqator usulida demak 76 sxemada demak plyonka ostiga va tomchilatib sug'orish tizimi qo'llanilganda demak gektariga 220-240 minggacha ko'chat qoldirilganda mana shunaqa yana 65 sentrgacha 70 sentrgacha hosil olish potensiali, hosil berish potensiali borligi aniqlandi. Va eng asosiysi bularning ichida o'rganilgan navlarning ichida ayrimlari demak o'zini tezpisharligi bilan ham ajralib turganligini alohida ta'kidlash lozim bo'ladi.